Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida qarang. Birinchi: Innalloha la yuhibbu man kana xawanan asima. Albatta Alloh taolo xiyonatchi va gunohkor va jinoyatchi bo'lgan kimsani sevmaydi. Innalloha la yuhibbul xoinin. Xiyonat qiluvchi kimsalarni sevmaydi deydi Alloh taolo, xoinlarni. Xiyonat juda yomon narsa. Avvalo Allohga xiyonat eng katta narsa. Uning payg'ambariga qilingan xiyonat eng katta gunoh. Undan keyin mo'min musulmonlarning bir-biriga qilgan xiyonatlari, va'daga qilingan xiyonat eng yomon narsa. Oiladagi xiyonat eng yomon narsa. Bu munofiqlik alomati ham. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytganlar, 4 ta xislat bor, kimda topilsa, to'ralasi topiladigan bo'lsa, top-toza munofiq bo'ladi deganlar. Ba'zi birlari topilsa, munofiqlikdan qanaqadir bir shu'la alanga cho'g' bo'ladi unda deganlar, bir xislat bo'ladi deganlar. O'shani tashaydi, munofiqlikdan qutuladi deganlar. Nima? Birinchisi idatu minaxona. Omonat qo'yilsa, omonatlarga xiyonat qiladi. Alloh taolo bizga bergan bu iymon omonat, bu din omonat. Otamiz, onamiz bizga la ilaha illallohni o'rgatdimi? Shu omonat farzand nabiralarimizga shu kalimani yetkazib, shu kalimada, shu mo'minlikda yashashni o'rgatishlik omonat. Xudo bexabar bo'lib, Xudoni tanomaydigan, payg'ambarni tanomaydigan bo'lib ketsa, beparvo bo'lsak, qaramasak farzandimizga, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bu omonat bizga ahli sunna val jamoa yo'li. Bu bizga yetkazib kelingan bu mazhab hammasi omonat. Chiroyli keyingilarga omonatni yetkazishligimiz bizning vazifamiz. Beparvo bo'lsak, qaramasak, unda omonatga xiyonat bo'lib qoladi.